musobaqada respublikamizning oliy ta'lim muassasalari jamoalari ishtirok etyapti. Hozirda 4 yo'nalish bo'yicha musobaqalar bo'lmoqda. Mana biz guvoh bo'layotganimiz basketbol sport turidan qizlar ishtirok etishyapti. Basketboldan 14 ta jamoa o'g'il bolalar va qiz bolalar jamoalari bellash uchun musobaqalarda qatnashyapti. Mana bugun biz Talabalar ligasi musobaqasiga mezbonlik qilmoqdamiz. Birinchi turda o'tkazdik va g'alaba qozondik. Qolgan viloyatlardan kelgan do'stlarimizga ham omad tilayman. Biz bugun futzal sport turi bo'yicha birinchi tur bahslarida olib o'tdik. Bugun birinchi o'yin Guliston davlat universiteti jamoasi bilan uchrashuv bo'ldi va 4-1 hisobda g'alaba qozondik. Ko'rganingizdek, hamma jamoalar kuchli, kurashlarga boy bo'lyapti. Keyingi turlarda barcha jamoalarga omad.